Men buni 9 yil davomida o'rganganman, lekin sizlarga bir daqiqada o'rgataman. Mana hayot haqida 10 ta yoqimsiz haqiqat. Birinchi, oylik bu sizni orzularingizni unutishga yordam beradigan dori. Ikkinchi, agar siz qulay daqiqani kutsangiz, butun hayotingizni behuda sarflagan bo'lasiz va hech narsa bo'lmaydi. Uchinchi, siz do'stlaringiz va yaqinlaringizga ishonsangiz ham ularga o'zingiz haqingizda hech narsa aytmang. To'rtinchi, agar hayotingizni yaxshilashni boshlasangiz, siz 99% do'stlaringizdan ayrilasiz. Beshinchi, siz o'zingizni 10 karra baxtli his qilasiz, qachonki ota-onangizni rozi qilib, o'zingizni muammoyingizda ularni aybdor qilmasangiz. Oltinchi, siz yanada yetuk bo'lasiz, qachonki har narsani yuragingizga yaqin olavermasangiz. Yettinchi, siz o'zingizni rivojlantirishingiz uchun 100 ta kitob kerak emas, sizga faqat disiplina va harakat kerak. Sakkizinchi, yer yuzidagi eng qiyin missiya bu orzularga e'tibor qaratish, eng osoni esa shunchaki nolish. 9. 30 yoshga kelib atrofingizdagi do'stlaringiz ko'proq pul topish, tanasi va oilasiga g'amxo'rlik qilishni o'ylashi kerak. 10. Odamlar zaharli munosabatda qolib ketishadi, chunki ular yolg'izlikdan qo'rqishadi.